Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, 2 ostanovkadan keyin tushaman, nechi pul? Kastanovka 350 ming. Aka, 350 ming qimmat emasmi? Nimasi qimmat? Metan yo'q. 80 benzin yo'q. Nimasi qimmat? Ko'timacha qarzman, hamma yoq kredit, kommunalniy qarzman. Jonim, O, metan yo'q bo'lsa menda nima ayb? ey! Men shunaqangi bir ginida bir bas, bir iflos odamman, xalqni dardidan pul qiladigan odamman men. Tushundingmi ukajon? Ishbat foydalanish kerak hozir metan yo'qlik paytiga narx ko'tarish kerak. O'tirasan, ketasan. O'tir. Mayli. 350 ming beraman. Basharangizga tipirib tushaman. 400 ming so'm beribdi, tepib tushsang ham mayli ukajonim. 500 ming bersam-chi? Nima sen meni ko'tam demoqchimisan? Men ne? Bir zim kuyup nağlamasdan yürütmüz cim Frapan kuyup kira kılıp yürgendir ki